Barchaga salom o'rnatsizlar. Siz men yana o'sha Ulug'bek Gaming kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan biz Minecraftda vijvaniya qilamiz. Qani kim bo'lmasa boshladik. Men hozir ukam bilan Minecraftda vijvaniyaning ikkinchi qismini olamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Hozir endi biz birinchi litsiyaga o'tib olamiz. Bizning challenge'imiz bordi. Kim birinchi kuchayish degan challenge'imiz bordi. O'sha challenge davom etyapti obunachilar. Hozir endi ukam ham yonimga keldi. Ya'ni endi sekin farm qilishni boshlaymiz. Bu qismda ko'p narsa qilamiz. Давай. Kapir. Obunachilar ukam ham kanal ochdi. Kanalni men описаниемda qoldiraman. Bemalol kirib obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq ko'proq obunachi yig'ish kerak. Tezroq like va podpiskaga bosib qo'yishingiz chiqmasin. Yaxshi, zo'r ketyapti prosmotrlar. Videolar zo'r kelyapti, zo'r ketyapti. Shuning uchun videomiz normalniy prosmotr olganiga bugun video olishga qaror qildim. Anamiz ko'payib ketibdi-yu. Nima daraxt chopib yuribman? 60 ta daraxtim bor-u. Bunachilar toshim kam ekan, shuning uchun men tosh olib olaman. Bizning challenge'imiz kim birinchi bo'lib qilich, temirli qilich yasash. Bizning challenge o'sha. Ko'mir topdim. Ko'mir topdim obunachilar, tabriklasanglar bo'ladi. Ko'mir topdim. Gapir seni. Temir ham topdim. Balandroq gapir. Temir topdim. Obunachilar temir topdim. Menda o'zi 7 ta temir bor edi. Mana hali ko'p temir ekan. Stak bor menda. Nimadan? Anaqa daraxt. Farm qilganing uchun-da, anaqa. Obunachilar like va podpiska bosib qo'yishingiz eslardan chiqmasin. Bu videoning ham prosmotrini bomba qilib tashlasanglar, buni ham 3-qismini olamiz. Albatta like va podpiska bosib qo'yishingiz eslardan chiqmasin. Ukam bilan faqat Robloxdan video chiqmaydi, Minecraftdan video chiqadi. Robloxdan bitta o'zim olaman. Biz birga kuchaymayapmiz-ku. Biz challenge qo'yganmiz, Men ko'proq obunachilar tosh chopib olishim kerak. Mana shu kirkam tugagunicha tosh chopib olishim kerak. Qani bo'lmasa, sekin toshlarni yaxshilab olib farm qilishni boshlaymiz. Like va obuna bo'lish eslardan chiqmasin. Tezroq 100 ta obunachi bo'lishimiz kerak. 100 ta obunachi bo'lgandan keyin stream qilamiz, obunachilar. Stream. Birga mana shu Minecraftda men, ukam ikkalamiz Minecraftda stream qilamiz. Qani nechta odam kirar ekan, ya'ni kirka ham sindi. Nechta odam kirar ekan, shuni ko'ramiz. Like va obuna bosib qo'yish eslardan chiqmasin. Ukamning kanalini описаниеda qoldiraman dedim, lekin keyin agar biz Telegram kanalini ochmoqchi bo'lsak, like va obuna bosib qo'yinglar. Telegram kanalini yaqinda ochamiz. Agar 50 ta obunachi bo'lgandan keyin Telegram kanal ochamiz. Qani Telegram kanalimizga nechta odam qo'shilar ekan? Shu menga qiziq bo'lyapti obunachilar. Video zapis bo'lyaptimi? Ha, bo'lyapti. Qani endi biz hozir sigir obunachilar bug bo'ldi. Hozirgi sigir yo'q bo'lib qoldi obunachilar. Gapirsana. Bi demasdan. Gapir. Gapir, ana video zapis qilyapsan sen. Davay, hozir biz uni qilamiz. Like va podpiska degan. Gapirolmaysan sen, borku. Mana yoqda men shaxta topdim obunachilar. Bu yerda endi hozir biz o'zimizga yasab olishimiz kerak. Hozir bu yerda nima topishimiz kerak? Biz hozir 4 ta pakel yasab olamiz obunachilar. Bitta kirka bilan bitta topor yasab olamiz obunachilar. Yo'q, toporimiz bor bizda. Mana shu topor tugagunicha biz ana qilib turamiz. Temir bormi ekan? Temir yo'q deb o'ylayapman, lekin obunachilar. Hozir bu yoqqa tushsak, ana qilishimiz aniq, bizga temir yetarli. Shuning uchun sekin bu yoqdan suramiz. Qani, davay. Nima bo'ldi? Obunachilar hozir. Meni gapir. Hozir obunachilar 5 minut.
Shohruxning obunachilari mana bo'ldi. Mana meni ham obunachilarim mana bo'ldi. Ukam serverdan chiqib ketdi, shuning uchun qila olmadim. Menda ham qotyapti-da salpal. Obunachilar endi biz bitta o'zimiz uy qurishimiz uchun bitta yaxshiroq joy topib olishimiz kerak. Sizlar albatta videoni like va podpiska bosib ko'ringlar. Hozir endi biz mana yerdan mana obunachilar sekin mana ularni ham olib olamiz. Yoqildi bo'ldi seniki. Endi hozir mana yerda yopishimiz kerak endi hozir. Bo'lib ketibdi toshim. Yaxshi. Biz hozir endi bitta temir yasashimiz kerak obunachilar. Hozir endi temir debman. Anaqa yasashimiz kerak. Lopatka yasashimiz kerak. Hozir lopatkada mana ularni hammasini olib olamiz. Tekis joy topishim kerak. Lopatka. Mana ularni hamma yerni ham olib oldik. Like obuna bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Endi hozir mana anoni yopamiz endi. Juda qilib mana uri. Juda qilib. Mana daraxtni butunlay chopib tashlashim kerak, lekin chiroyli ko'rinyapti-da. Mana yerda hozir bunday kuchaytirishim kerak. Men ungacha temirlarim bo'lib turadi. Hozir uni qo'yib qo'yaman. Hozir temirlarim tayyor bo'lib turadi. Mana shu yo'rga qo'ysam, ha? Temir qilyapsiz. 10 ta temirim bor, nima deyapsan? 21 tani tiqib yuboramiz. Ana endi biz bu yerda sekin qilishni boshlaymiz uje obunachilar. Hozir endi biz uy quryapmiz. Bizning anamiz nechta ekan? Hali tugamadi anamiz, taxtamiz. Bo'ldi, ana taxtamiz tugadi. Endi oxirgi barchasiga cho'p yasaymiz. Endi hozir yarmini bu yoqqa solamiz. 23 ta qilib bo'lib, ana endi uyni qurishni boshlaymiz. Aytgancha men kreativda emasman. Obunachilar hozir biz endi pastga qurib, hozir endi biz pastga fundamentini qilishimiz kerak. 1 2 3 4 5 6. 6 ga 6 qilsak bo'ladi obunachilar. 1 2 3 4 5 6. Ko'payib ketdi-da bitta. 7 ta bo'lib ketdi-da obunachilar. 1 2 3 4 5 o'shada. Yana bitta qo'shsak, keyin eshikka g'alati bo'lib qoladi. Shuning uchun mana shu 6 talik qilamiz. Вообще, bo'ldi, mana obunachilar bo'ldi. Endi hozir yerini qazib olib, yerini ham toshdan qilamiz. Sizlar bitta like va obuna bosib qo'yishingizni chiqmasin. Hozir biz temir narsalar yasaymiz. Agar yutqizgan bashlarasida 5 marta, 1 marta uradi. Qani tarsaki bilan 1 marta uradi. Sizlar albatta videoga like va obuna bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Ana ukam turibdi. Toz kech tushmasdan tez uylarimizni qurib olamiz. Obunachilar, menda kravat bor. Bemalol uxlashimiz mumkin. Yo'q. Men ham qo'shaman. Obunachilar nima deysizlar? Qo'shamizmi deyapti. Qo'shamizmi obunachilar? Menga farqi yo'q. Mayli, qo'shamiz. To'xta, men birinchi qurib olay o'zimning uyimni. Sen yonimga qur, bo'lmasa narigi tarafiga qur. Birga quraylik, men ikkinchi tojda. Bo'pti, davay. Zo'r chiqadi. Obunachilarga ham yoqadi, ha? Zo'r chiqadi, ha? Sen ham obunachilaring yoqadi, ha? Albatta ukamning kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Ukamning kanalining nomi, yordamlash. Hozir mana yoqdan qoch, mana yoqda qilib beray. Mana mashaqdan chiqaverasan. Ukamning kanalining nomi Shohruh Play. Albatta like va obuna bosib qo'yinglar. Mana shu ukam kanalida tezroq 50 ta obunachi bo'ladi. Va u ham bilan birga stream qilamiz. Like va obuna bo'lmashitsa kerak. Yo'q, mamda bo'l. Mamdo qop. Mamdo. Tomni nima deyapmiz obunachilar? Birinchiga uxlab olaylik. Kravatingni sekin mana yoqqa qo'yganda uxlaymiz. Uxladingmi? Sen ham temir top, men ungacha uyingni qurib turaman. Sen tezroq temir top. Bor, sen shaxtalarga kirib temirlar top. Men o'zim uyingni bitkazib qo'yaman obunachilar bilan. Gaplashib bemalol. Ko'mir bor menda. Men ko'mirim bor, lekin men mana yoqqa taxtdan sug'oribman. Men 43 ta ko'mirim bor ekan. Sen uxlavergin, men ko'mirlarim bor. Mana 4 ta fakelim bor, beraman. Tezda temirlar topib chiq, yutqazmasliging uchun. Davay.
4ta. Xohlaganingcha topib chiqaver. Faqat tezroq topib chiq, yutqazma. Yutqazsang ham mayli lekin. Sizdan nechta? 10 ta dedim-ku. Mana obunachilar endi nima yoqda yopib olamiz. Ova ko'mirdi. Yiqilib tushdim obunachilar. Voy, pastiga tushib ketdim ovoz. Temirni Hozir endi men bundoq qilib, toporim qatdi meni. Kerak emas lava bizga. Ha. Senikini toshdan qilsam bo'ladimikan? Toshdan qilaveraymi? Seni uyingni o daraxtga daraxt bo'lib qoladi. Bo'pti, mayli, senikini birinchi fundamentini qilib olib, keyin senikini boshlayman. Menga daraxt bilan tosh olib kelsang bo'ldi. Toshim bor, beraymi? Ber. Hozir. Taxtangchi? Taxtaman. Million ta. Davay. 3 ta yetmay qoldi, obunachilar 3 ta. Men hozir ungacha olib kelgunicha men mana yoqda bittani ochib turaman. Hozir mana shu yerdan narvon qilib chiqamiz. Narvon qilib chiqamiz. Men boshqa bekitdim. Hozir obunachilar, hozir endi bu yoqqa narvon yasaymiz. 3 ta narvon yetib qoladi degan umiddaman obunachilar. Yoki yetmasa yana yasab olaveramiz. 3 ta yetmas ekan. Yetmaydi-yu, ha 3 ta. Mana bunday qilsak yetadi. Mana obunachilar shunday kelamiz. Mana sakrab chiqsak bo'ladi yoki sakramasdan chiqishni ilojini qilsak bo'ladi. Lekin har nimada bunday mana yoqda turganimizda bunday chiqib ketib qolmaydi, bu ham bo'ladi. Shunday kelasanda mana shunday sakrab chiqib ketaverasan. O'zim uyimni quryapman aka. To'xta, menga bermay o'zim quraman, kerak emas. Yo'q, ber. Qoching. Qoch, men quraman, yaxshiroq qilib. Hozir buzvorasan, meni kuyim bilan xunuk bo'lib qoladi. Xunuk bo'lib qoladi. Tepada g'alati bo'lib qoladi. Ish qilma, kerak emas. Narvon bor senda. Mani topib qo'ying. O'zing qursang qur daraxting bilan. Faqat tekis bo'lsin, menikiga o'xshasin. I show speed. Wow, obunachilar bunaqa bo'lib qolyapti. Obunachilar hali videoni tugatmaymiz. Ukam tezroq uyini bitirib olgandan keyin. Hozir obunachilar videoni pauza qilib turaman. Ukam bitirib olgandan keyin videoni yoqaman. Obunachilar video o'z nihoyasiga yetdi. Ukam yiqilib tushdi, shuning uchun o'ldi. Keyingi qismda hammasini ko'rsataman.